Mana 3 qator to'qib keldim. Bir marta bordim, bir marta qaytdim va yana bir marta bordim. 3 qator to'qidim. Endi mana keyingi tepa qismini to'qiymiz. 18 ta o'ng, 19 ta ters va 18 ta o'ng to'qib olamiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana chizib oldim, chizib ko'rsatdim. Mana endi birinchisi 18 ta o'ng to'qiymiz. Jami petlamiz 55 ta. Biz hozir mana 18 tasini o'ng qilib to'qib olamiz. Sanaymiz, 18 ta o'ng to'qiymiz. Mana 18 ta o'ng to'qib oldim. Endi ters to'qishni boshlaymiz. Oldidan ipimizni oldiga o'tkazamiz. 19 ta ters to'qiymiz. Mana xuddi shunaqa qilib 19 ta ters to'qiymiz. 19 ta ters to'qiymiz. 19 ta to'qidim mana. Bu joyda esa mana 19 ta ters to'qidim. Endi 18 ta petlamiz qoldi. 18 ta petlamizni hammasini o'ng qilib to'qiymiz. Mana 18 ta o'ng to'qidim. Endi orqa qatoridan o'ngni o'ng, tersni ters qilib to'qib chiqamiz. Yana 18 ta o'ng. Orqa tomondan 18 ta o'ng to'qiymiz. Mana hozir orqa tomondan qanday to'qilishini ko'rsatib beraman. O'n sakkizta o'ng. Mana 18 ta o'ng to'qidim. Endi mana bu joyga keldik. Mana 19 ta tersimiz. Buni qisqartirib borishimiz kerak. Birinchi ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Mana. Boshidagi ikkitasini bitta qilib to'qidim. Endi oxirigacha shu o'ngni o'zini to'qiymiz. Oxiridan yana bitta qisqartiramiz. Mana hozir ko'rsatib beraman. Oxirigacha o'ng to'qiymiz. Mana oxirida ikkita qolishi kerak. Mana 17 ta ikkita qoldi oxirida mana. Ikkitani xuddi shunaqa qilib petlarni olib olamizda, yana qayta kirgizib, mana ikkitani bitta qilamiz. Shunda petlamiz mana bu tomonga yotadi, chiroyli bo'lib chiqadi. Shuning uchun shunaqa qilib oldim. Birinchi bu petlaga olib, keyin u petlaga qaytardim. Mana bu tomondan har doim bittadan qisqarib boradi. Mana shu 19 ta tersni yo'qotib borishimiz kerak, ya'ni qisqartirib. Bu yog'ini 18 ta o'ng to'qiymiz. 18 ta o'ngimiz hech qachon o'zgarmaydi. Faqat shu 19 ta tersni faqat oldi tomondan to'qiyotganda ikkala tomondan qisqartiramiz. Orqa tomondan to'qiyotganda umuman qisqartirmaymiz. Faqat o'zini to'qiymiz. Mana orqa tomoniga keldik. Orqa tomonida 18 ta o'ng to'qiymiz. 19 ta petlamiz 17 ta bo'ldi. 17 tani ters qilib to'qib, yana 18 ta o'ng to'qiymiz. Hech nima o'zgarmaydi va qisqartirilmaydi orqa tomondan to'qiyotganda. Umuman hamma spitsa uzorlarida shunaqa. Faqat oldi tomondan to'qilgan nimasi ko'rsatiladi. Ya'ni oldi tomondan to'qish ko'rsatiladi sxemalarda ham. Orqa tomondan o'ng to'qiganingizni ters to'qiysiz, ters to'qiganingizni o'ng to'qiysiz. Mana 18 ta o'ng to'qidim. Endi mana tersni 17 ta tersni to'qiyman. Shunaqa bo'lib 17 ta, 15 ta, 13 ta, 11 ta bo'lib qisqarib ketadi o'rtadagi petlamiz. Mana oldi tomondan ham ko'rishingiz mumkin.
Mana bu yog'ida 18 ta ters qoldi. Mana 18 ta ters. Bu o'zgarmaydi. Oxirigacha shu 18 ta ters qoladi. Mana oxirigacha to'qib bo'ldik. Mana endi yana oldi tomoniga keldik. 18 ta o'ng to'qiymiz. 18 ta o'ngni to'qib olamiz. Mana endi oldi tomoniga keldik. Mana 18 ta o'ngni to'qidim. Endi yana ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. Birinchisini boshidagisini va u yog'ini hammasini yana o'ng to'qiymiz. Oxirida ikkita qolguncha. Mana oxirida ikkita petlamiz qoldi. Bu spitsaga olib o'tib olamiz. Chiroyli bo'lib yopilishi uchun endi mana bunisiga yoptirib ikkitani bitta qilamiz. Shunda mana chiroyli bo'lib bu tomonga bo'lib yotadi petlangiz. Shuning uchun shunaqa qilib olamiz. Endi yana 18 ta o'ng to'qiymiz. Xuddi shunaqa to'qiladi. Oxirigacha 3 ta petla qolgungacha shunaqa qilib to'qiymiz. Hozir mana 18 ta o'ngni to'qidim. Orqa tomondan o'ngda o'ng, ters qilib to'qiymiz. Oldi tomondan bo'lsa, har doim mana shu o'ng petlalarimizga kelganda bu yon tomonidan va bu yon tomonidan qisqartiramiz. 3 ta petlamiz qolguncha qisqartiramiz. Mana hozir mana tersini yana bir marta ko'rsatib beraman. Bu yog'i juda ham oson. 18 ta ters to'qidim. 18 ta o'ng to'qidim. 18 ta o'ngni to'qiymiz. Bu yog'i esa ters. Tersda to'qib, oxirida 18 ta o'ngni to'qiymiz. Oldi tomondan ham qarab olsanglar bo'ladi. Ya'ni petlarni qanaqaligini bilib olish uchun yokida sanab ketishinglar mumkin. O'zi qisqartirgan joylar ajralib turadi. Endi bu yog'ini 18 ta qoldi petlarimiz, hammasini o'ng to'qib chiqamiz. To'qib oldik. Endi mana sizlarga tushuntirganimdek, mana shu joyda 3 ta petla qolgungacha qisqartiramiz. 18 ta o'nglar o'zgarmaydi. Bularni mana ikkala tomondan qisqartirib ketamiz. Ya'ni oldi tomondan to'xtatganimizda qisqartiramiz, orqa tomondan to'xtatganimizda qisqartirmaymiz. 3 ta petla qolgungacha qisqartiramiz. Orqadan 18 ta o'ng to'qiladi. Ters qilib to'qiymiz va shu o'rta qismini bu 18 ta o'nglar o'zgarmaydi ikkala tomondagi. O'rtada 3 ta petla qolguncha to'qiymiz. Mana tepasida 3 ta qolgungacha xuddi shunaqa qilib qisqartirib to'qib keldim. Mana 3 ta petlam qoldi. Bu tomonda 18 ta, bu tomonda 18 ta petla. O'rtada esa 3 ta petla. Endi hozir mana yana 18 tani to'qib olamiz. o'n sakkizta o'ngni to'qib oldim. Mana 3 ta petlamiz qoladi. Uchalasini bitta qilib o'ng qilib to'qiymiz.
uchtani bitta qilib to'qiymiz. Bu tomonidan ham hammasini o'ng qilib to'qib chiqamiz. Mana endi orqasidan ham hammasini o'ng qilib to'qib chiqamiz. Orqasidan ham hammasini o'ng qilib to'qib chiqamiz. Mana oxirigacha to'qib kelib oldim. Endi qaranglar, yaxshilab e'tibor beramiz. Endi biz tepasidagi rezinka qismini to'qishimiz kerak. Tepasidagi rezinka qismini to'qish uchun yaxshilab e'tibor beringlar. Xuddi rasmdagidaqa chiqadi. Birinchisini to'g'ri olamiz, keyingisini ters to'qiymiz, keyingisini o'ng to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib o'ng ters qilib rezinkasini to'qishni boshlaymiz. Ana xuddi shunaqa qilib ters o'ng qilib to'qib chiqamiz. Ters o'ng ters o'ng ters o'ng ters o'ng ters o'ng, oxiridagi ters bo'ladi va oxiridagisi kromichnimiz o'ng bo'ladi. Mana endi yaxshilab e'tibor berib qarab turinglar. Biz rezinka qismini ulab olishimiz kerak. Uning uchun xuddi istalgan joyda, men sanayotganim yo'qmi? Mana istalgan joyda, mana chekkarog'idan, iloji bo'lsa o'rtasidan emas, chekkarog'idan spitsamizni leskasini tortamiz. Mana xuddi shunaqa qilib tortamiz. Leskasini tortamizda mana qaranglar, ikkalasini teng ushlayapman. Mana ikkalasini teng ushlab, bittasini chiqarib olamiz. Mana bitta spitsamizni tortib olamiz. Xuddi shunaqa qilib ulab olishimiz kerak ikkala petlarimizni. Ya'ni pinetkamizni ulab olishimiz kerak. Mana oxirgi to'qigan petlarni chiqaryapman. Mana leskani bu tomondan ham tortamiz. Buni 3-4 ta spitsada qiynalib to'qish shart emas. Shu leskali spitsangizni o'zida ham mana oxirgi to'qiganimiz so'kdim. Mana ikkita o'ngni mana bitta o'ng qilib to'qib olamiz. Mana bu tomonda ham o'ng bilan boshlanadi kromichnimiz, oxirida ham o'ng bilan tugadi. Xuddi shuni ikkitani bitta qilib to'qib oldim. Endi mana tersni ters, o'ngni o'ng, tersni ters, o'ngni o'ng qilib to'qib ketamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar, hozir oxiridagi farqni ko'rsatib beraman. Xuddi shunaqa qilib aylantirib to'qsalaring, xuddi rasmdagidaqa bo'lib chiqadi. Rezinka qismi chiroyli bo'lib, qattiq bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Endi mana spitsamizni yana leskasidan tortamiz. Mana spitsamizni tortdik. Xuddi shunaqa qilib spitsamizni tortib, leskani tortib to'qiramiz. O'ngni o'ng, tersni ters, o'ngni o'ng, tersni ters qilib rezinka qismini to'qiramiz. Xuddi shunaqa qilib to'qisanglar, mana oxirida ko'rsatib beraman rezinka joyini. Xuddi rasmdagidaqa bo'lib chiqadi.
o'ngda o'ng, tersi ters qilib 21 qator to'qishimiz kerak. Shunda buklangandayam chiroyli bo'lib chiqadi. 21 qator to'qiladi. Mana sekinlik bilan ko'rsatib beryapman. Mana. Mana bu spitsamizni tortamiz keyingi. Va xuddi shunaqa qilib to'qishda davom etamiz. Judayam oson. O'ng ters qilib rezinka qismini to'qib chiqamiz. Mana ulangan joyida ham hech qanaqa bilinmay ketadi. Ulagan joylar bilinib qolmaydi. Mana spitsani yana ko'rsatib beryapman. Xuddi shunaqa qilib leskasidan tortamiz. Mana. Tortdik. Ipimizni o'tkazamiz va keyingi spitsamizni mana yaxshilab ko'rib olinglar mana. Bu joyini ham ko'rdinglar. 21 qator to'qib chiqamiz mana. Spitsamizni tortdim. Xuddi shunaqa qilib 21 qator to'qiymiz. 20 qator, 21 qator. 20 qatordan oshiq bo'lishi kerak. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shunaqa qilib 21 qator qilib to'qib chiqamiz. Sizlarga orqasidan ko'rsataman qanaqa chiroyli bo'lib chiqishini.